Sohibqiron farzandi Arjumandi qasosi uchun qal'ani ostin-ustun qilishga ahd qilgan edi. Yengilmas qo'shin qal'aga hujum qilishga shay turgan bir pallada sovuq sukunatni suvoriyning hayqirig'i buzdi. Amir Temur choparga yuzlandi. U esa tiz cho'kkan ko'yi noma topshirdi. Maktub Amir Temurning suyukli rafiqasi Saroy Mulk xonimdan edi. Nabiram tavallud shukronasiga Mordin ahlining qonidan kechdim. O'z xaloskorlarining muborak nomini qiyomatga qadar unutmasinlar. Muhammad Tarag'ay Ulug'bek ibn Shohrux ibn Temur 1402-yilning 28-iyulida Amir Temur mashhur Anqara jangida Usmonlilar sultoni Yildirim Boyazid qo'shinini tor-bor etadi. Jangda Turk sultoni asir tushadi. Ushbu g'alabadan keyin Amir Temur butun Kichik Osiyoni bo'ysundiradi. Boyazidning mag'lubiyati Usmonlilar davlati jadal taraqqiyotini bir necha 10 yil ortga suradi.